Qazo namozlar uchun azon va takbir aytiladimi? Biz bilamizki, o'z vaqtida o'qiladigan har bir namozga azon va takbir aytiladi. Bu ma'lum. Endi qazo namozlar uchun ham bir odamni 1 yillik, 2 yillik yoki 1 oylik yoki 1 haftalik deylik qazo namozlari bor. O'sha qazo namozlar uchun ham azon va takbir aytiladimi? Bizning Hanafiy mazhabimizga muvofiq, ya'ni mazhabimizga amal qilgan holatda albatta qazo namozlari uchun ham azon va takbir aytiladi. Deylik bir odam 5 mahal qazo namozini bir vaqtni o'zida o'qimoqchi. Bu odam nima qiladi? Bitta azon aytadi va qolgan namozlarini o'qishdan oldin har bittasiga takbir tushirib chiqadi. Endi bir odam 5 mahal, bir kunlik 5 mahal qazoni deylik, bo'lib o'qimoqchi. Deylik peshinni qachondir o'qiydi, qazosini asrni yana qachondir. Bu qazo namozlari haqida gap ketyapti hozir. Ana o'shanda mutafarriq, ya'ni bo'lib o'qiganligi uchun qazolarni ajratib o'rtasidagi vaqtlar ajraganligi uchun har bir qazoga azon va takbir bilan namozlarini nima qiladi? Ado qiladi.